Va nihoyat men bugun Istanbuldagi oilaviy safardan keldim va ketishimdan oldin o'zim yangi olgan jonkamni Sangari videoga kerakga tashlab ketgandim. Mani jonajon mashinam o'rtoqlar. Albatta BMW olgandan keyin ba'zi bir ishlarni qilmasa bo'lmaydi. O'zi yangi mashina olganda hali polirovka qilinmagan, bron plyonka qilinmagan. Mana ichi akvarium bo'yotibdi. Ertaga Istanbulga 7 kun uchib ketyapman. Aka, mashinasiga qoldirsa nima deysiz? Mashinangizni kelguningizgacha ideal qilib tayyorlab qo'yamiz. Uni kelganingizdan keyin ko'rsatamiz hammaga. Tamam. Va nihoyat unda mashinadagi o'zgarishlarni ko'radigan vaqt keldi. Xo'sh, yonimda Den Brat, Sangari asoschisi. Aka, nima ishlar qilindi? Bitta o'zingiz aytib bering. Bu mashinaga polniy kuzov 210 mikron lyumar plyonka bilan qoplab berdik. Sizga alohida 5 yil garantiya chiqarib beramiz plyonkaga. Krugovoy tonirovka qilib berganmiz. Plyonkamız hammasi likal asosida qilingan. Hech qaysi detalingizni yechib qilganimiz yo'q. Orqa faralarni zatemnyoy qildik. Ko'rib turganingizdek, уже qoraygan. Xudo xolasa agar xohlasangiz oldini ham qoraytirib beramiz. Sparkda yurganimda qattiq edinglar. Ha? 2 kun ichida tugatganmiz hamma ishlarni. 2 kun vaqt ketdi hammasiga. Polirovka, tonirovka, bron plyonkaga. Da. Agarda kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Sangariga murojaat qilsanglar bo'ladi. Barcha kontaktlarni shu videoni tagida yozib qoldiraman. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Xo'p, endi sizlarga meni bitta muhim savolim bor o'rtoqlar. Yaqinroq operator, yaqinroq. Toychoga shu desanglar nomer oldim. Qanaqa nomer taqilyapti deb o'ylaysizlar? O'zingizlar albatta variantlar bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xudo xolasa hozir biz уже nomer taqishga ketamiz. Variantlarni обязательно yozib qoldiringlar o'rtoqlar.